Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. 2 xonalik uyimiz Shahristanskiy metroga bir ostanovka, masjidga 100-150 metr. Bu kirovrish eshigimiz. O'ng qo'lda sirazi hojatxona va bular oshxonani kengaytirib, mana bu yoqda kenggina hammomimiz joylashgan. Дополнительный isitish sistemamiz ham bor. Kirovishda chapda stroyni mebel turibdi. Bu yoq esa kladovniy qilib ishlatsalaring ham bo'ladi, prixojinni. Chap qo'limizda sirazi yana bitta spalnimiz. Remontlarni ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib. Bu esa bitta katta zalimiz. Bu esa kichkina spalni xonamiz. O'ng qo'lda esa prostorni oshxona. Ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi. Ikkinchi etaj. To'liq ma'lumotni yana opisaniyada qoldiramiz.